bitta xato bo'ldi. Abdurahmon aka boricha ayting. Mana qudalik bo'ldingiz, yoshingiz ham 50 ga kirdi. Mebelni kim qildi? Sarvar aka yoshligimda bir ma'ruza eshitganman. O'shanda ma'ruzada erkak kelin bergan ko'ylakni kiyib, kelin bergan maykalarni kiyib yurib, kelin bergan divanda o'tirib erkakman deyapsiz-da o'zingiz degan. Ya'ni u daislarga aytilgan. Shu uchun alhamdulillah biz erkak zotidanmiz va kelin tomonidan bitta gugurcho'p ham olmaymiz. Hammasini alhamdulillah o'zimizning farzandimiz o'zimiz qildik. Bu xonaga hozircha kirsa bo'ladi. Shu desangiz Sarvar aka Mix Info Premium mebel fabrikasini nogahon shu anaqa vizitkasiga borib qolgandim. Yaxshi ham vizitkasini olganim. Narx bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham, dizayn bo'yicha ham yorib qo'yishibdi. Chunki bu mebelni tanlashdan oldin juda ham ko'p mebellarga chiqdim. Bitta joyga borsam, haligi telefonda 20 ming dollar deydi, astag'firullah, qo'rqib ketdim. Qatarda jahon chempionatidan yana noyabr oyining boshida edim. Shunchaki telefonda hal qildim, o'zlari kelib shunaqangi chiroyli bezatib ketishdi, xonaning dizayniga hamma joyiga moslab, narxi bo'yicha va premium sifati bo'yicha hammani urgani uchun bitta telefon hamma narsani qilib ketib, eng qizig'i hali pulini olishmagan, endi olishadi. Bitta xato bo'ldi. Zalda mebelini tanlashga ulgurmadim. Xudo xolasa to'y o'tgandan keyin zalga ham yangi mebel olib kelamiz, chunki bu bizda eski mebelimiz. Mix Info Premium uborstelardan tortib to generalniy direktorlargacha kattakon rahmat. O'zim Toshkentda bo'lmasam ham, men uchun hamma ishni qilib qo'ydinglar.